Men sizlarga hozir haqiqiy Malibu'ni qotilini ko'rsataman. Tipal SL03. Men sizlarga hozir farqlarini aytib o'taman. Malibu 2 O'zbekiston legendasi. Bu O'zbekistonning kelajakdagi legendasi. Yoqilg'iga kelsak, Malibu 2 faqatgina 95 dan yuqori benzin talab etadi. Bu mashinamiz esa elektrda ham, benzinda ham yuraveradi. Bu mashinamiz benzin tanlamaydi. Bu mashinamiz o'rtacha 100 kilometrga 30-40 ming so'm rasxod qiladi. Malibu esa 200 ming so'mdan yuqori. 0 dan 100 gacha bu mashinamiz 6-9 sekundda 100 ga chiqadi. Malibu esa 9 sekundda yoki turbo motori bo'lsa 7 sekundda 100 ga chiqadi. Bu mashinamizning saloni sizga Lamborghini Aventador'ni eslatadi. Bu Alcantara ichki saloni va buni Arxut 15 dyumli monitori juda zamonaviy. Malibu'da esa kichkina oddiygina 10 dyumli ekran. Servisga kelsak, Malibu'ni servisi hamma joyda topasiz. Bunga esa ozgincha muammo bo'ladi. Keling xulosa qilamiz. Malibu bu klassika, bu esa kelajak. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kommentda qoldiring. Bunaqa videolarni o'tkazib bo'lmasligi uchun kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarimizda ko'rishguncha